Assalomu alaykum, aziz va muhtaram, shundaqla suyumlik Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Alloh bu jumada qilgan ibodatlarni maqbul ibodatlar qatoridan qilsin. Qarindoshlar, yana bir qitim yuz ko'rishib o'tirib. Buningga nasib qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Bugünkü temamiz ko'rayotganinglardek meni juyish va uning hayotga tatbiqi haqida. Hayotga qanday tatbiqlanadiganligi haqida. Meni juyish hozir hech kimga yeni bir gap sanalmaydigan bo'ldi. Meni juyishni hammanglar ko'p anglab, qulog'ingga pishib ketgan bir gap. Hükümran guruhlar tarafından azaldan qo'llanib kelingan bir boshqarish metodi bo'lib, hükümranning qamchisidan uzoqdagi odamlarning o'zgarib olmasliklari, itoatdan chiqmasliklari uchun meni juyish zarur edi. Deylikki, poytaxtdan bir necha ming kilometr uzoqdagi tavalliklarda podshoga bo'lgan sadoqatdan chiqib yuz o'raydigan ahvollarning bo'lmasligi uchun meni juyish va bu itoatni davomlashtirish uchun zarur edi. Shuni bu usul, meni juyish usuli burundan bor edi. Jiq odamlarning tushunchisida meni juyish 20-asrdan boshlab paydo bo'lgan bir ish. Lekin bu burundan bor. Din, meyli qanday din olishdan qat'iy nazar, din meni yuyish uchun eng obdan vosita bo'lib kelgan edi. Qadimgi zamon hukmronlari o'zini Tangri qut deb ataydi. Bu degani Tangri baxt bergan degan ma'noda bo'lsa-mu, umumiy jihatdan Tangrining yer yuzidagi vakili deganni bildiradi. Shuni podshohga qarshi chiqish, yaratquchiga qarshi chiqishga barobar ko'z tulish orqali kishilarni sadoqatda tutib turishga bo'ldiganligi nihoyat burunli bayqalgan va bundan foydalanilgan. Din taki bugungacha turli manfaat guruhlari uchun inson psixikasini, qilmish qiliplarini o'z irodasi bo'yicha shakllantirish roli o'ynab kelmoqda. Chunki eng burmalangan shakldagi diniy guruhlarmi o'zini eng to'g'risi boshqalarni o'ynaganlari deb muridlarini ishontirib kelmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: İsrail o'g'illari 72 firqaga bo'linib ketdi. Mening ummatim kelgusida 73 firqaga bo'linib ketadi. Bulardan birsilla to'g'ri yo'lda, qolganlari ozg'unlikda degan hadisni har firqa suiiste'mol shaklida qo'llanib, shu to'g'ri yo'ldagi birisi mana biz, boshqalari ozg'unlikda deb kelmoqda. Bo'libmi bizning hayotimizda bo'lganlar buning eng yorqin misollaridir. Xitoylar tarafidan siyosiy kengashga to'plangan mollalar orqali xalqni tizginlashlarga hammamiz shohid bo'lib keldik. Hatto Xitoylar tarafidan o'ltirib etilgan shaxslarning oila tavotlari tarafidan qilingan arz shikoyatlarga mollalar orqali javob berilib, qazoga rizo, baloga sabr mo'minlikdir deyilib, Xitoy qotillik qilgan taqdirdami balosiz, jazosiz qutqizib olingan ishlarga shohid bo'ldik.
Din suiiste'molga eng uch qaldi bo'lib, uningdan foydalanishning umumiyligi bir seri, dushmanning foydalanishi texmi qo'rqinchli va echinishlidir. Nima uchun din suiiste'molga eng uch qaldi? Buni har bir musulmon o'ylab beqishga tegishli. Chunki musulmonlar o'qishga eng qiyiq. Dunyoda eng oz o'qiydigan xalq musulmonlar. Bu reallikni e'tirof qilishimiz kerak. Shukriki Alloh bizga tushirgan Qur'onni o'qu degan xitob bilan boshlagan. Bo'lmasa qanday qiladi? O'qishga eng eg'ir bo'lganligimiz uchun, dinni birinchi qo'ldan o'rganmaganligimiz uchun, din haqida hech qanday tushunchamiz bo'lmaganligi uchun har bir molla siyoh ko'ringan har bir tejmal mana shu din deb nimani tanlasa shuningga rost deb ishonadigan bo'lib qolganligimizdan din suiiste'molga uchiq. Agar biz har birimiz o'zimiz birinchi qo'ldan o'rgangan bo'lsak, qanday bo'ladi? Ya sening da'vat qilgan xato dialektik. Uningga qarg'ilachi ergashmagan bo'ladi. Bizdagi chataq ana shu yerda. Birinchi qo'ldan o'rganmaganligimiz va kim gap qilib bersa shuninkini rost deb ko'nganligimiz. O'qishga bo'lgan qiyiqligimiz. Xuddi hashog'i zo'rlangandek ig'ir keladi bizga o'qish. Mana buning ziyni. Uning uchun dushmanning foydalanishi texmi qo'rqinchli va echinishlidir. Masalan, Xitoylar dinimizdan foydalanib bizni xohlagan shaklda kontrolga kelganligini hammamiz bilamiz. Vatanda hala davomlashayotgan bir ahvol bu. Bo'libmi oxirgi chog'larda Arab bahori ko'tarilgan yillarda dunyo islom jamoasiga bir uyg'unlik kabi ko'rinishda ilib berilgan shakllantirish bekmi oshkora va bekmi qo'rqinchli bo'ldi. Go'yo Uyg'urlar xalqaro atmosferaga moslashyapti. Xalqarada ko'tarilgan bir to'lqinga ergashayotgandek nəhayət ustalık bilan bir shakllantirishning planı tuzib chiqildi Xitoylarda. Hatto buning oxirgi natijasini tasavvur qilg'isiz darajada qo'rqinchli bo'lib, buni hala qabul qilishga unamayotgan darajada kallasi juyilgan odamlarimizning bo'lishi bu qo'rqinchli oqibatlarning jazman amaliyotga aylanadiganligini kapolat bilan ta'minlamoqda. Masalan, vatanimiz tavasida Xitoylar birdilla diniy tabliğlarga ko'z yumgan. Bu tashviqotlar tufaylidan go'yo iymoni kuchayib ketgandek bo'lib, qechib chiquvchilar to'piga qo'shilganlarning eslamasiga qaraganda, Urumchida jihad tabliği mazmunli kitoblar, unalg'i lentillari oshkora taqitilgan. Masjidlarning kitob shkaflarida oshkora tizilib turgan. Akşam söhbetleri, ahpullar, təbliğlər kengiri yayılgan. Lekin tabiatidan dinga qarshi bo'lgan Xitoylarning bu darajada saxiylik qilishini so'roqlab beqish hech kimning aqliga kelmagan. Chunki juyilgan kallalar shu darajada tangshalganki, Alloh saqlasa Xitoy shundoq ko'maydi. Desalar buni rost deb ishonilgan. Mahalladan mahallaga necha to'saqdan o'tib boradigan zamonlarda bularning 5000 kilometr uzoqdagi Yunnan chegarasiga keltirilishimi Alloh oson qilganlik safsatasi bilanla sharhlangan va buningga bugungi mush asrda bizning xalqimiz gumonsizlik ishongan. Mana bular meni juyish programmasining natijasi. Balkim
Bugungi yer sharida hech qanday bir xalq bu darajada taltüks aqartilib, qaytadan yezib chiqilgan shaklda meni juyishni boshdan kechirmagan bo'lishi kerak. Hammadan qizig'i, Suriyaga jalb qilish uchun o'ynalgan qochib chiqish o'yinlarida sodda musulmonlar Xitoy mollallari orqali oldinib, shuncha dushmanning orasidan dushman izlab chet elga chiqishdek talviliklarga boshlangani bir seri, ularning mingisi shunchalik taltaks yuyilganki, toki bugungacha ular aldanganligini farq etolmagan. Hali ham o'zlarining eng to'g'ri e'tiqod ekanligiga ishonib kelmoqda. Başkalarının ziyan işi dikenligi tüpeylidir, başkalarına iş çağırtış tutumu da. Ulanı özgertişinin imkaniyetimi yok. Mesela, Suriye'deki özgürüşlerini öz gücü bilen körüp durur. Suriyeliklerinin halifelik kurmaydıqallıqını mı körüp duruvadır. Ulanın bayrağıda kelime şahadet yok. Ular Amerika, İsrailiye bilen ma'lum mazmunlarda kelishimde ekanligimiz sir emas. Lekin bizninkilar hala öz fikrlarini tahrirlashni, o'ylanib beqishni, aql ishlatishni xohlamasdan demokratchilar Sidam ayjiltuzliq bayroq ishiltida, musulmonlar kalimi shahodat ezilgan bayroq ishiltida deb kajliq bilan chaqtirmoqda. U holda Javlani va uning tashkiloti hatto bugungi Suriya vaqtli hukumat qurish uchun bir yerga to'planganlarning hech qaysi musulmon emasmidi? Neçe vaqtdan beri bizning manqurt islomchilar ularning musulmon ekanligini bilolmay qolganmidi? Shular bilan bir sap deydi-ku. Umuman muqaddaslashtirilgan, til tegdugili bo'lmaslik, ma'bud yaratib olish, ondan uningdan qo'rqish qatorliq ojizliklar dinni suiiste'mol shaklli foydalanishdagi tayanma nuqtalardir. So'roqlanishni, o'zgarib ketishini xohlamaydigan qarashlarni muqaddaslashtirish. Yani siz ma'lum bir qarashni, ma'lum bir iddiani mushbitillan qabul qilsa ekan, buni so'roqlamasa ekan, hech kim buning tegini ko'chilamasa ekan desangiz, uni muqaddaslashtirishingiz kerak. Bu bir metod. Muqaddaslashtirilgandan keyin qanday bo'ldi? So'roqlashga hech kim petnolmaydi. Masalan, uningga islom degan tonni kiydirish. Mana shu metodga tayinadi. Muqaddaslashtirilgan narsalar ustida so'roqlash bo'lishi mumkin emas. So'roqlanmasdan qabul qilinishi kerak. Aslida bu islomning talabi ko'rsatmasi emas. Lekin meni yuvish programmachilari tarafidan o'ylab topilgan chora bo'lib, so'roqlanish va oxirida gumon tug'dirish natijasida rasvosi chiqishdek davriylikdan saqlanish uchun go'yo islomni ulug'layotgandek qilib turib, hujumlardan, so'roqlardan saqlanishning mudofaa kunligini yaratish usuli. Masalan, Sharq Turkistonning bir davlat bayrog'i bor. Hatto bizning ittifoqsizlik asosiy iqimimiz, asosiy aloyidligimiz bo'lib qolgan ichinishlik realligimizda birdan bir birlikka kelgan simvolimizmi faqat shu bayroq. Yoki ashrivetdiqmi? Ashrivetmidiq? Ana shu bayroqda birlikka keldik. İtmişlikdek talışıp turduğan bolsakmı, aş talışıvatkan topның A topımı, M topımı aşı bayraqını götürürdü. Bunun kelgende birlik kelegdik. Aşağı yutuptukma? Reallik. Bayraqni ikki xillashtirish. Bayraqni ikki xillashtirish. Endi aş birlik birdan bir birlik kelgan aşı narsamizni ikki xillashtirish. Bu orqali Sharq Turkistonliklarni ikki simvol asosida bo'lish uchun yana bir bayroq yaratish kerak. Agar shunday qilish kerak deb qaralsa, qanday qilish kerak bo'ladi? Albatta qarish to'g'ri bo'lmaydigan,
qarashtirsa asallam qarilib etkili bo'ladigan bir usulda yoki shaklda qilish kerak. Agar bayroqqa kalimi shahodat yozilsa, nurg'un kishilar xato deyishdan qo'rqadi, qarashtirishdan qo'rqadi. Mana shundoq muqaddaslashtirilgan tafriqiy yo'llari, muqaddaslashtirilgan ziyonliq yo'llar meni yuyish operatsiyalarining amaliy natijalari o'rnaklaridir. Bularning hammasida aql ishlatishdan cheklash asosli usul bo'lib, xato ish qilayotganlar, xato tashabbusdagilarla kishilarning aql ishlatishidan eng qo'rqadi. Eşinde şek olmasa töt koçunun dokmuşa çıkıp git degan temsilimiz var bu. Eşinizde şek olgaç korkusuz. Akıl işletişten korkusuz, suallardan korkusuz. Teşebbüsünüz hata. Onun için korkusuz. Akıl işletilsila hakikat oturga çıkmay kalmaydı. Akıl işletişini çekleşinin en kolay yolu teşebbüsünü mukaddesleştiriş usuludur. Tarihten beri İslam'ı küçükleştirişteki dogma ibadetleri merkezleştirip bütün hayatının cimi sahasına tatbiqlanadigan canlıq bir dastur buluş alayidligini kömük koyuşqa uringanlarning maqsadimi dal muqaddaslashtirish orqali aql ishlatishni cheklash yo'li bilan ishga oshirilgan edi. Aliya İzzet Begovich shundoq yozadi. Şeriatning dünya taraqqiyoti jarayonida o'tirg'i chiqqan yangiliklarni joriy qildirish va Qur'oni Karimning hukmlarini tatbiqlash maqsadida yangi boshdan qonun qilib tashkillanishi uchun qandaqligi urinishli bo'lishidan qat'iy nazar har qandaq kishi teologlar tarafidan iymon sog'lomligi shubhiliklar qatorida muomala qilgan shubhiliklar qatorida muomala qilgan harakati dinning bir butunligiga qarata hujum hisoblanmoqda. Agar bir odam so'roqlasa, aql ishlatib, u nima bu nima degili tursa, buni dinning bir butunligiga qarata hujum deb hisoblanmoqda deydi. Aliya İzzet Begovich shunda davom qiladi. Balkim ular buni islomga bo'lgan cho'nqur muhabbat tuyg'usi sifatida izohlashi mumkin. Lekin bu patologiyalik qaloq va nazar doirasi tor kishilarning muhabbati va dal shularning texi o'lmagan islom ideologiyasini tunjuqtiradigan halokatli quchoqlashlaridan boshqa narsa emas. Buni qanday tushunadiganliginglarga aqlim yetmaydi. Chunki yezilayotgan inkaslarga qaralsa, buni tushunadiganliginglarga ishonishmi sal ta'sirroq rostini desam. Ammo buni tushuninglar qarindoshlar. Ben qayta bir dey buni bölünüp ketip kaldı. Aliye İzzet Begovich shunday deydi. Şeriatning dünya taraqqiyoti jarayonida o'tirg'i chiqqan yangiliklarni joriy qildirish va Qur'oni Karimning hukmlarini tatbiqlash maqsadida yangi boshdan qonun qilib tashkillanish uchun qandaqlik urinishli bo'lishidan qat'iy nazar har qanday kishi teologlar tarafidan, ya'ni teologlar kimlar? Mollalar, diniy odamlar tarafidan iymon sog'lomligi shubhilik
degan qatorda muomala qilinib, qilgan harakati dinning bir butunligiga qarata bir hujum hisoblanmoqda. Fikr yurgizaman desangizlar, dinga hujum bo'ladi. Balkim ular buni islomga bo'lgan cho'nqur muhabbat tuyg'usi sifatida izohlashi mumkin. Lekin bu patologiyalik qaloq va nazar doirasi tor kishilarning muhabbati va dal shularning texi o'lmagan islom ideologiyasini tunjuqtiradigan halokatlik quchoqlashlaridan boshqa narsa emas. Tushuninglar qarindoshlar. Buningdagi halokatlik quchoqlash o'qitishi bakmi joyida bo'lgan bo'lib, men bu so'zlarni o'qishdan ilgari, ya'ni Aliya Izzatbegovichning kitobini men qo'limga kelishdan ilgari bir videoda halokatli quchoqlash haqida bir misol bergan. Amerika yozuvchisi Jon Steinbeckning Odamlar va Chashqonlar orasida degan romanidagi ikki asosiy qahramonning biri bek qo'pol, yo'g'on usqonliq, bek kuchlik, ammo talvirak bir odam bo'lib, ular ishlayotgan uydagi bir qizni qo'g'dash uchun shu uyning bir qizini qandaqdir bir xatar yuz beradi, bir yirtqich hayvon kelamdi, bir xatar yuz beradi. U qizni yaxshi ko'rdi aslida, unga dushman emas. U qizni qo'g'dash uchun ana shunda halokatli quchoqlash bilan o'ltirib qo'ydi qarindoshlar. Uni qo'g'dayapman deb o'ylaydi u. Uni mekkan quchoqlab oladi. Lekin bu odam bek yo'g'on, usqonliq, bek kuchlik odam. U kichkina vijik bir qiz. U qanchalik kuch ishlatganligini bilmaydi o'zimi, ham talviroq. Ammo uning u quchoqlashlariga qizning umurtqalari bardoshlik bilanmi suyaklarini sindirib qo'ydi u. Xatar o'tib ketgandan keyin qarasa qizi o'lib qolgan. Yaxshi ko'rishning natijasidan birisi mana bu, qarindoshlar. Yaxshi ko'rsinlar bo'ladigan ish emas. Qandoq yaxshi ko'rish? Bu yaxshi ko'rishni qandoq ifodalash, qandoq tatbiqlash masalasi bor bu yerda. Demakki, mana shunday yaxshi ko'rdim deb bu halokatli quchoqlash bilan tunjuqtirib qo'ydigan ish bu. Aliya Izzatbegovich shuni deyapti. Texi o'lmagan islom ideologiyasini tunjuqtirib qo'ydigan halokatli quchoqlash deb o'qishtiradi. Bek yaxshi ko'radiganlik. Kim buni inchga kuzatishga to'g'ri keladigan ikki tarafi bor deb qiladi. Shu yaxshi ko'rishni, islomni bek yaxshi ko'rishni mu, ikki tarafi bor. Bu yaxshi ko'rishning haqiqiy samimiyat bilan ammo o'tib ketgan nadonlarcha bo'ladiganligini va yana bir turi qasdtanlik bilan dushmanlikni ichiga yoshirgan holdagi shakli yaxshi ko'rish turida ayrildiganligini deb o'tish zarur. Nimani desak, mushundaq ziyoda yaxshi ko'rdigandek shaklda o'tirg'i chiqadigan halokatlik quchoqlashlar amaliyotda muqaddaslashtirish orqali aql ishlatishni, so'roqlashni cheklash uchun foydali bo'ladi. Islomni so'roqlashga bo'lamdi? Bo'lmaydi deb nada bekitilibdi? Hech yerda. İslamның haq ekanligiga ishonadiganliging rost bo'lsa, so'roqlashdan nima ish qilibsan? Savol so'rash, savolning javobini izlanib tepish, bu haqiqatni texmi namoyon qilmamda. Haq bo'lgan har qanday shayni so'roqlab ishkirlagan sari yaltiraydi. Haqiqatligi nurg'un amaliy misollar bilan dalillanib, rad qilinmas holda maydonga chiqadi. Onun uchun Allah Qur'on Karimda tekrar aqlinglarni ishlatinglar.
Nemişke aklınlarını işletmeysizler şeklinde bizge aklimizni jari kıldırışını telkin kıldı. Bu vaxtki ayetler bek. Bugün musulmonlar tushgan mavqe duch kelayotgan qismatlar shuni ko'rsatyotidiki, kimlardir tarafidan bizning aql ishlatishimiz haqiqatni o'z aqlimizning praktikasidan o'tkazib, texmi real, texmi konkret e'tiqod qilishning o'rniga muqaddaslashtirilgan, so'roqlash cheklangan, aql ishiltish cheklangan holatga keltirilganligidan zo'rlab tengilish va yodachiliqdan iborat deb bilsak xato bo'lmaydi. Bugun shu dunyoda musulmonlarning tushgan mavqesi, shu andagi real vaziyati mana shuningdir. Fikr ishlatishdan cheklangan, muqaddaslashtirilgan, halokatli quchoqlash bilan so'roqlashdan cheklangan, aql ishlatishdan cheklangan holatga keltirilganligidan va zo'rlab tengilish, yodachilik. Mana bu sababdan. Ya'ni dinni tushunishimiz konkretlashmagan, tafsilotlashmagan. Aşu tomtaq, muğlaq, bir pomzak holatda majburiy qabul qildirilgan shaklga kelgachga, ya'ni ishimizdan qoyil bo'lgan holda emas, birlar tarafidan so'roqlashga bo'lmaydigan, tafsilotiga ishkirlab kirishga bo'lmaydigan bir pomzak holatida qabul qilishga zo'rlanganlikning natijasi deyishimiz mumkin. Buning amaliy o'rnaklari hayotimizda to'lib turibdi. Men kurming qitim men jumaga boradigan masjidda yuz beradigan 13 yildan beri 13 yildan beri davom qilayotgan xalqning mulkiga, xalqning yeriga mashinasini qo'yib olib jumaga aldirab kiradigan va andin arz shikoyatlar hatto masjidni taqitib qo'yadigan, taqalib qolishiga sabab bo'ladigan darajada. Aşı şekil. Cüme'ye kaldırıyordu o konuda o bek itikatlı kadem o cüme'nin kazakıysa bulmaydı. Lekin xalqning yeriga qo'yib olib cüme qilsa nim bo'ldiganligini o'ylamaydi. Mana bu muğlaq qabul qilishning natijasi qarindoshlar. Yana masalan Yevropada bir Qur'onni ko'ydiydi deb o'rtib bo'lishni tafakkur qilib boqadigan bo'lsak, shularni ko'ramiz. Ko'ydirilgani shu kishining qo'lidagi moddiy bir kitob. Qur'on buninglik bilan kuyib tugamaydi. Qur'on bir ruh, bir ma'naviy qurilish. Dunyodagi barliq Qur'onlar kitob holatidagi ko'ydirib etilsimi, Qur'on yo'qolgan bo'lmaydi. Hech kim yo'qotib o'tolmaydigan ma'naviy dastur. U xuddi havoga o'xshash butun bo'shliqimizni to'ldirgan, ko'ydirib etkili, yo'qotqili bo'lmaydigan muqaddas ruhdir. Uning egisi Alloh. Qur'onni biz tushirdik. Uni biz qo'g'daymiz degan aniq oyatmi bor. Ammo bir parcha Qur'onning ko'ydirib etilishiga o'tib bo'lishib ketgan sarxil musulmonlar, musulmon davlat odamlari yoki Qur'on ko'ydiruvchining beshiga mukofot qo'yishga tayyor turadigan imoni kuchli boylar dunyoda bo'layotgan boshqa texmi amaliy ishlarga nemishqa unchalik o'rtib bo'lmaydi? Texmi real, texmi amaliy ishlar musulmonlarning beshiga kelayotgan haqoratlar, dahshat chaylanayotgan musulmonlar, izzat hurmati, or-nomusi dafsanda bo'layotganlar haqida nemishqa unda sezgir emas? Salman Rashidning beshiga 1 million mukofot qo'ygan qizg'inlik boshqa texmi amaliy ziyonlar uchun nemishqa tepilmaydi?
Şarkı Türkistan xalqı uchrayotgan zulmga ovoz chiqargan musulmon davlatlari bo'ldimi? Bularning hammasi asha halokatli quchoqlash deb sifatlangan muqaddaslashtirish orqali fikr yurgizishning oldini olish tipida yangidan hayotga so'qilgan din tushunchasidir. Biz muqaddas Qur'onni yoki islomni amaliy qo'llanishliq hayotning jimiy sohasiga tatbiqlanadigan harakat prinsipi bo'lishdan qoldirib, ibodatxonalarga band ve şu yo'sinda tushunishga boshlaganligimizning natijasidir. Ya'ni mohiyatlik masalalardan o'zimizni qochirib, hodisalarga bog'lab qo'yilganligimizni, shaklga esilib qolganligimizni ko'rib olamiz. İslamның oltin davrida dunyo ilm faniga buyuk töhfa qo'shgan islom olimlarini nazarda tutib maslahat qaraganimizda bundaq burmulanishning keyin bo'lganligini, ma'lum hukmron tabiqaning islomni so'roqsiz itoatga qurol qilishning osonligini bayqagan va insonlarni qarshiliksiz boshqarishda suiiste'mol shaklda foydalangan. Shuning bilan biz mohiyatlik ishlarga diqqat qilmaydigan, shakli hodisalarga mahkam eslab oladigan holatga keltirilgandek qilamiz. İtaat meselesiga kelganda islom hech qachon savol so'roqsiz itoatni qo'shqa qatgan kaladek itoatni tashabbus qilganmi emas. Buningga biz asriy saodat davridan misol bera olamiz. Hazrati Umar xalifa qilib saylanib qilishdan qechib yo'shurnib olganda, sahobalar uni tepib ekkilib, xalifalik vazifasiga zo'rlaganda Umar mas'uliyatdan qo'rqadiganligini deb rad qilgan. Faqat uningdanmi muvofiq nomzodning yo'qligimi bir amaliyat bo'lg'achqa bu vazifani qabul qilishda sahobalarga bir shart qo'ygan. Xatoga ketsam, yo'ldan taysam, cho'qim ogohlantirsizlar. Shart bu. Shartsiz, savolsiz, so'roqsiz itoatni emas, o'ziga fikr berishni, xato kelsa ogohlantirishni shart qilyotdi qarindoshlar. Mana bu islomning to'g'risi edi. Savol so'roqsiz itoat talabi keyingi hukmronlarning ijodi ekanligi buningdan ma'lum. Münasibetlik mazmunlar içi bekarlangan İslam mavzusidagi boshqa bir videodimi tilga ilingan edi. Bir necha yilning oldidagi bir videoda. Tunji uçqaşqanning mu'riti bo'lish deydigan yana bir videomi bor. İki videoda bu xil içi bekarlangan İslam tasvirlangan. Yuqorqi so'zlarim asan burmulandigan, asallam qalpoq kiydirishga tayyor odamlarimizga yaraydiganligini bilaman. Lekin tushunibroq fikr qilasizlar, insof qilasizlar. Oldingi Suriyaga aloqador videolarga tushgan inkaslardagi mazmunlarga qarasaqmi, yuqorida tasvirlangan dogmalikni, halokatli quchoqlashni bayqaymiz. Muqaddaslashtirish orqali kuchaklashtirish. Balkim bu kishilar rostilla islomni yaxshi ko'radi. Bilguchi Allah. Ammo qora qo'soqligi tufaylidan o'zi fikr yurgizishga layoqatli bo'lmag'achqa boshqalar tarafidan kallasiga quyilganlarni haqiqat mushu deb qaraydiganligi mana men deb bilinib turadi. Masalan, videoda mujohidlarning g'alabasini yomonlagan, Asad hokimiyatiga yon bosgan hech qanday mazmun bo'lmasa-mu, inkoschilar musulmonlarning g'alabasini ko'rolmading degan mazmunda inkoslar bor. Nima aloqasi? Men faqat ko'chaga chiqib olib, takbir to'lab, osmonga Kalashnikov atmadim xolos. Bo'lmasa, eng az Suriya xalqichilik xo'sh bo'ldim. Biz zolimning yiqilishiga nima ish xo'sh bo'lmaganlikmi? Men da'vatgan gaplarni tushungan bo'lsa, bundaq munosibatsiz bir nimalarni deb yurishmaydi. Yana burunqidekli qurolli inqilobni rad qilish deb tushunganlarmi bor? Bu bichoralikka nima degulik? Bular xudsallik bilan
Түшенмеген болып іліп, каллы пақалчақ тіпіде шығып атамдығанды, яки растылы әқлі шүнчілік мұды. Демек, мені жүйіш ұжымларға ұшырап, бұл meni juyishda aqlimiz juyilib ketib, tamamen yeniden programmalangan bu qarindoshlarımga bir tarafdan içim ağrıydı. Bir tarafdan Xitaylar elip bağlan meni juyishning kulimi, cho'nqurligini ko'rib yetgandek bo'lib, tenim shurkinib ketdi. Naqadar qo'rqinchli hol. Bo'lib eng oxirgi inkaslardagi ma'tullik haqiqatan kishini umutsizlantirdi. Her qandaq paket, her qandaq reji bilanmi ularni odam qilishning mumkinsizligini ko'rib yetdi. Masalan, No'ruz archasiga o't qo'yitish haqidagi xabarga qilinayotgan inkaslar odamni hayron qoldirdi. Qandaq aql bilan qilinayotdi? Xabar o'tirib chiqibdi. Endi Uyg'urlar orasida elib berilayotgan Uyg'urcha aqlashlarning roli nima? İngilizce xabar bu. Uyg'urcha aqlashlarning roli nima? Foydasi nima? Xalqaro jamiyatning tunishini o'zgartirlamdi. Yana biri Xitoylar chet ellarda matbuot tikilarni setib olib, o'z tashviqotini yoki o'ziga foydali tashviqotni qildirish uchun nurg'un pul xarjlaydiganligini. Faqat Amerika matbuotlarida Xitoyparast tashviqot qilishi uchunlar 20 million yillik bir yilda 20 million dollar chiqim qiladiganligini deb o'tgan edim. İngilizce makalada. İslamlaştırışının yeni dolqini degan makalada. Resimmi bor. 20 millionning. Chet el matbuotlari tarafidan e'lon qilingan son. Mayli. U matbuot, iliq xabarni chiqargan matbuot Xitoylar tarafidan setib olingan yoki Xitoylar xohlaganini tashviq qiladigan matbuot bo'lsin, ya bo'lmasa chet elning Xitoyning ta'sirisiz matbuoti bo'lsin. Farqi yo'q. Chunki xabarda Turkiston deyilgan. Suriyada Turkiston ismida Uyg'urlarning qurolli bir to'pi bor. Xohlasan, xohlamasan shuningga yuklanadi. Haqiqatning qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Oldingi videolarda degandim, uchur urushida, hozir biz uchur urushining ichida. Uchur urushida hujum qiluvchi g'alaba qiladi. Yolg'on bo'lsin, rost bo'lsin, avval o'tirg'i chiqqan bir uchur ko'zlagan ta'sirini yoritib bo'lgandan keyin nima degandik? Undaq emasdi deb beshingizni tosh urib olsangizmi, kishilardagi ta'sirini o'chira olmaysiz. Texmi kulkuliki. Chet el matbuotlarida ko'ringan bir xabarga qarshi Uyg'urcha aqlashlar. Odamlarga hayronman. Odamlar nimalarga aylantirib qo'yilgan. Kallalar shu qadar oddiylashib ketganki, hayron qolasiz. İslam deb og'zini to'ldirib ko'tarib yursizlar, islomni so'yganlik bo'ladigan. Xitoylar islomga yo'gab turib bizni aplayotidi, diqqat qilinglar degangilar islom dushmani bo'lib qoladigan. Shakldagi g'oyat zo'r va g'oyat g'alati shakldagi oddiylashtirish. Faqat intayin tushuk, intayin tuban IQ, aql hajmi, IQ'ni bilasizlar. Men o'ylayman, bechara millatimizning o'tirchi IQ'si 40 o'xshaydi, 40 atrofida. Mana shu IQ'ning tuvanligidan manbalanmasa, bir buyuk e'tiqod bu darajada oddiylashtiriladi. Bu darajada shakallashtiriladi. Faqatli shakal. Mig'izi chiqarib tashlangan quruq shakal. Ay tashqi shaklgilla esliqliq. Naqadar oddiy kallalar. Mushkullarda ko'nglimga shular kechyotdi. Oldi bilan Suriyadagi ozodlik qanday ozodlik bo'ldiki? Qanday ozodlik bu? Buningga avvallardan xabari yo'qlar, hayron qolmanglar.
bizninkiler azatlıkның türlerge bölündiğanligini keşif kılıp dünya medeniyetiga büyük töküp qo'shgan emasmi? Şunu qiziqqani. İslamiy azatlıkmıdı? Suriyada bo'lgan azatlık? Yoki kafiriy azatlıkmıdı? İşaki azatlıkmıdı? Cevabı şularga qoldi. Bizning mujohidlarimizning Suriyadagi sabdoshlari endi davlat qurish qadamiga keldi. Va ko'rinayotgan ahvol shuni ko'rsatmoqdaki, ular hargizmi xalifalik qurmaydi. Xalifalik qurmaydigan bo'lsa, qat'iy bo'lmaydi deydigan tashviqotlar bordi-ku bularning. Manamda ular bilan bir saptiki Suriyaliklar xalifalik qurmaydi. Bayrog'ini ko'rdi. Kalima shahodat yozilmadi. Endi qanday bo'ldi? Kalima shahodat yozilmagan bayroq bilan yana musulmon degili bo'ladimi? Yoki ularni tog'ut deb e'lon qilish kerakmi? Xalifalik qurmasi qat'iy bo'lmaydi, tog'ut bo'ladi deydigan bizninkilar endi xalifalik qurishdek buyuk vazifani o'zlari yolg'iz ustiga oladimi? Aslida ziyoda taqvodor bo'lgan ba'zi shaxslarning deyishicha, hatto bir islom davlati qurilgan ahvolda dunyoning ma'lum bir yerida bir islom davlati qurilgan bo'lsa, boshqa birlari yana bir davlat qurishga dambas qilsimi, o'limga loyiq gunohkor bo'ladi ekanmish. Ash birsi hisob va bu qog'ozlar ashunga bayat qilish kerak ekanda. Endi qaranglar. Afg'onistonda bir islomiy imorat deyilgan, yana xalifalik emas, diqqat. Bir davlat vujudga chiqib bo'lgan ahvolda Suriyaliklar shu davlatga bayat qilmay o'zlari boshqa bir davlat qurish oldida. Bu qanday bo'ladi? Bular bizning taqvodorchilikmi, dinni bilmamdigan deymanda. Yanada bo'lgandan keyin ogohlantirib qo'ysaydi bizninkilar. Kim biladi, balkim ogohlantirgandir. Biz faqat o'tirg'i chiqqan natijani ko'rib boqamiz. Demak, meni jush insonlar jamiyati bilan tang mavjud deyishkimi bo'ladi. Faqat burungi zamonlardan toki o'tgan asrning o'tirlariga qadar meni jush ma'naviyatga, psixikaga talqin qilish yo'li bilan iddia so'ndirib qayta shakllantirish turida bo'lib kelgan bo'lsa, o'tgan asrning 50-yillardan boshlab birdilla cho'ng sakrashlarga erishdi. Minijush usullari hem ma'naviy hem jismoniy jihatdan zo'r taraqqiyotlarga erishdi. Bu haqda Sovet ittifoqining Koreya urush asrlari ustida elib borgan qo'rqinchli sinoqlari bir boshlang'ich bo'lgan bo'lsa kerak. Bu haqda burun so'zlaganman. Shuningdan anglasanglar bo'ladi. Bugungi so'zlaydiganlarim mana shular. Qarindoshlar, hammalarni Allohga topshirdim. Yana bir qatim ko'rishguncha xayr xo'sh, Allohga omonat bo'linglar.